Juma ayyominglar muborak bo'lsin. Shunday qilib men ishga kelib olganman va mana bu javobga qaranglar. Mayli, nima ham deymiz endi, lekin men baribir sizlar uchun foydali kontentlar olishda ham davom etaman. Kecha ko'p kenagina qilib videoroliklarni mobilograf bilan sifatli qilib videolarga oldik. Xudo xolasa bitta qo'yishni boshlayman. Bunaqa настроениyalarni ko'taradigan videolar ham albatta bo'ladi. Ular o'zimning ijodim, o'zim qilaman, aytdan betdan topaman, ustiga azuchka qilaman yo bir narsalar qilaman. O'zimda ham qiyin keladi u ishni ham. Sizlarga yoqib turganidan, bildirib turgan reaksiyalaringdan juda ham xursandman. Mana shu like bilan podpiskani gadosi bo'lib qolar ekan, mana shu blog boshlagan odam. Sizlarga mana ko'rsatdi. Ko'p like bosib, kommentariy yozib, erinmasdan, bunday olovchilar bosib turinglar. Mana uni ko'rsatmoqchiman. Mana. Kecha menga mastonamamda qangrang qo'yishning sababi yangi lak oldim. Imonni shu taqinchog'ingizga moslab dedi. Chiroyli.